Case Dota va shunga o'xshash o'yinlarni uyda o'ynashim uchun qanaqa zborka kerak deb qidirib yuribsizmi? Men sizga mana shunaqangi Xstage brendidan ko'rayotganinglardek Transformer case'ga yig'ilgan juda ham bir o'yin zavqini oshiradigan case'ni tayyorlab qo'ydim. Juda ham chiroyli chiqdi. Xo'p, xarakteristikasini aytib o'taman, narxlarini ham aytib o'taman. Bitta videoga like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. Xo'p, xarakteristikasi Intel Core i3 12100F protsessori, hop, tezkor xotirasi 16 GB lik hamda 512 GB lik M2 NVMe SSD va GTX 1660 super video kartasi bilan jihozlangan mana shunaqangi chiroyli Transformer case'imizni siz Xstage do'konlaridan bor yo'g'i $444 xarid qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha mana shu zborkamiz yana qanaqa o'yinlarni ko'tarishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hoziroq ulgurib qoling, sizni Xstage do'konlarida kutib qolamiz.